Butun umr, butun millat qiynalib o'tish kerak emas. Masalan, millatchilik degani bu boshqa tillarni taqiqlashda. Masalan, bunaqa gap yo'q bizda. Men masalan millatchiman. Lekin bu millatchiman degani boshqa millatning dushmaniman degani emas. Holbuki 95-yil qanday qabul qilingan bo'lsa, qimillamay turibdi bu. Hech kim tegishgani yo'q aniq bo'ldi. Davlat maqomini berilishdan murod shu o'zi. U majburiy bo'lish kerak. Tojik tilida, o'zbek, rus, qoraqalpoq tilida 7 ta tilda bir xil chop qilinadi hammasi. Bir zaman buni gapirsangiz, boyagi siz aytganday, millatchisan, sen bizga qarshimisan, sovetlarga dushmanmisan deyilardi. Hozir deyilmaydi. Assalomu alaykum, O'zbekchilik podkastining hurmatli muxlislari. Podkastimizni yangi soni yana sizlarga muntazir. Bugun studiyamizda navbatdagi mehmon Qozoqboy Yo'ldosh, filolog olim, xalqimizda yetuk mutaxassislardan biri, Toshkent Amaliy fanlar universiteti professori taklif qilganmiz. Bugun o'z-o'zidan ma'lumki, ko'rsatuvimiz til bayrami arafasida chiqadi. 20-oktyabr o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilgan kun. Shuning uchun bugungi dasturimiz ko'proq til haqida bo'ladi. Assalomu alaykum domla, xush kelibsiz. Assalom. Qozoq aka, aytingchi, birdan nima deydi, savolda birdan ko'ndalang qilay. Bugungi tilimizda ahvoliga qanday baho berasiz bugungi man? Endi buni o'zingiz ham bilib turibsiz-ku. Meni og'zimdan eshitmoqchi bo'lsangiz, bugungi tilimizning ahvoli nihoyatda achinarli. Yaxshi tomonga o'zgarishlar bor-ku, ancha nimalar qabul qilindi. Bilmayman. Yaxshi tomonga o'zgarishlar unchalik menga sezilmaydi. Jamiyat, hukumat tomonidan bir qator tilga e'tibor qaratilmoqda. Ana u dunyoning hech qayerida bo'lmagan til bo'yicha maslahatchi degan har bitta tashkilotga bittadan maslahatchi berib qo'ygan. Unga bir dunyo xarajatlar ketsa kerak. Mana departament qilindi. Departament qoshida Vazirlar Mahkamasining qoshida shekilli atamalar komissiyasi ham bor ekan. Tuzilmalar bor, lekin natija yo'q. Natija mening nazarimda, bilmayman, endi ehtimol sizni keyingi savollaringizga ham javob berib ketayotgandirman. Natijaning yo'qligiga biz endi odatda ko'pincha siyosiy, ijtimoiy tuzilmalarni aybdor qilishga moyilmiz-u, lekin hozirgi o'rinda til masalasida bu bizning jamiyatning o'zi, millatning o'zi aybdor ko'proq deb ayta olaman. Garchi uncha yoqimli qarash bo'lmasa ham. Nimagaki bizning endi har bittamizda oldimizga kelib qandaydir bir tuzilmaning vakili tilimizni tuzatib keta olmaydi. Va bizning bolamizni begona tildagi maktabga, yo Xitoy, yo o'rus, yo ingliz maktabiga ber yoki berma deb targ'ib qilmaydi, ta'sir o'tkazmaydi. Biz o'zimizni anglashimiz, o'zimizning o'z qiyofamizni topish, dunyo topishdan ko'ra muhimroq ekanini anglab yetish, qorin to'yg'izishdan ko'ra muhimroq, azizroq ekanligini tushunish bosqichiga kelmayapmiz biz. Va shuning uchun men boyagi unchalik ham eshitgan quloqqa yoqimli bo'lmagan tarzda tilning bugungi g'arib ahvoliga hukumatdan ko'ra jamiyatning o'zi, millatning o'zi aybdor degan gapni ayta olaman. Ya'ni har bir odam o'zi kurashish kerak deyapsiz-da, bu targ'ib uchun. Endi har bir odam o'zining tilining tozaligi uchun avvalo. Keyin bu dunyoga har bittamiz qandaydir bir millatga mansub o'laroq dunyoga kelamiz. Masalan, men tug'ildim, meni o'zbekdan tug'ildim. Demak, men o'zbek bo'lib dunyoga keldim. Keyin menga ot qo'ydilar. Keyin men boshqa hozirga erishgan natijalarimga erishdim deylik, o'qidim, o'qitdim va hokazo. Bir narsalar yozdim, bir narsalar o'qidim. Bu boshqa gap. Lekin men o'zbek edim va men ana shu o'zimning o'zbek ekanligimga iymon keltirgan holda o'zbek ekanligimni saqlab va qo'limdan kelsa uni avvalgi darajasidan sal ko'tarishga, juda bo'lmasa o'zimning darajamni sal ko'tarishga harakat qilishim kerak edi. Biz hozir endi jamiyatning katta bir qismi, ayniqsa mana bu poytaxt shaharda, katta shaharlarda o'zbeklar o'zining bolasini o'rus maktabiga, o'rus bog'chalarga, yo undan sal
o'ziga to'g'roqlari Xitoy, Hind, Koreys, ingliz maktablari va bog'chalariga bermoqdalarki va bu bilan go'yo bolasining kelajagini ta'minlayotganday tuyuladi. Aslida u ehtimol bolasiga bir qorin to'yg'izayotgan kelajak ta'minlayotgandir u, lekin millatning ildiziga bolta uryapti. Chunki o'zining tilida so'zlay olmagan, tili uning tafakkuridagi o'y hayollarni moddiylashtirib berish qo'lidan kelmagan millat boshqa millatlarga qo'shilib ketishga mahkumdir. U ming aqlli bo'lsin, ming chiranmasin, o'qimishli bo'lsin, u o'zining o'zbeklik qiyofasini saqlab qololmaydi deb o'ylayman. Alixon To'ra Sog'uniy o'sha Turkiston qayg'usida yozadi. O'zining hojatini, o'zining milliy tili, o'zining hojatini chiqara olmay qolgan holga tushgan millat albatta boshqa millatlarning zug'umi ostida qolib tanazzulga, yo'qlikka mahkumdir degan gapni yozadi. Va bu shunchaki gap emas. Chunki til millatni asrab qolishi va millatning identligini, millatning borligini belgilovchi hozir yagona omil bo'lib qoldi. Shuning uchun ham men ko'p o'rinlarda til o'zlikning qo'rg'oni, til millatning so'nggi qo'rg'oni, millat ruhiyatining so'nggi qo'rg'oni deganga o'xshash gapni aytishdan hech tortinmayman. Sababi bir zamonlar bundan bir 50 yillargina oldin, juda ko'p uzoq emas, 50-60 yillar oldin tilning 5 ta belgisi, millatning 5 ta belgisi bor edi. Millatning iqtisodiy birlik, territorial birlik, madaniy birlik, psixologik birlik va til birligi degan 5 ta belgisi bor edi. Hozir bizning psixologiyamiz o'zimizniki emas. Biz hozir dunyo miqyosidagi odamlarga o'xshab boryapmiz, borgan sari. Madaniy birligimiz, ya'ni kiyimimiz, yemagimiz, kiymagimiz umumiylashib ketdi, universallashib ketdi. Yevropaliklardan hech farqimiz yo'q. Bizda o'zbekning belbog'i qani, choponi qani, yonboshida osib yuradigan pichog'i qani, qo'ygan soqoli qani, mo'ylovi qani va hokazo. Demak, madaniy qatlam ham yo'qolib boryapti. Iqtisodiy degani endi tamom. Biz hozir Xitoyning tovarlari, Amerikaning tovari, Yevropaning mashinasi hammamizni uyimizga, jonimizga kirib ketdi. Demak, ruhiyat o'zgardi, madaniyat o'zgardi, iqtisod, bozor o'zgardi. Territoriya endi hozir odam uyiga sig'may qoldi. Ana necha million aholimiz qayerlardadir ishlab yuribdi. Dunyoning necha yuz minglagan odamlar bizning yurtimizda ham ishlab yuribdi. Demak, bu territoriya, ya'ni hudud degan hududiy birlik bu belgi bo'lmay qoldi. Bittagina tilimiz qoldi. Sen o'zbek bo'lsang, o'zbek tilida gapira olishing kerak. Va ana shu tilda gapirganing uchun senda ozgina o'sha milliy ruh tilning o'zida saqlanib qoladi. Masalan, g'alatida e'tibor qilgan bo'lsangiz, Shuhrat, tilda hozirgi bizning olimlarimizning ta'kidlashlaricha assosiativlik hodisasi bor. Bir so'zni aytsang, shu so'zning oxiridan shunga yondosh, shu so'z uyg'otadigan boshqa obyektlar, boshqa narsalar esingga keladi. Masalan, ye dedingiz. Ikkita tovush. Ye demak shu yedan yemoq keladi, yemish keladi, yem keladi, yemtik keladi. Yoki ko'k dedingiz. Ko'kdan darrov ham osmon tushuniladi, ham rang tushuniladi, ham o't tushuniladi, ham ko'klam tushuniladi. Bahor. Ko'karmoq tushunadi. Biz uni begona bahor degan so'z bilan anglatmoqchi bo'lamiz. Ko'klam bo'lish kerak. Ha, o'zi asli bizning tilimiz ko'klam. Ya'ni demoqchimanki, tilning tozaligini, tilning boyligini, tilning taraqqiyotini, rivojlanishini biz o'zimiz ta'minlay olishimiz kerak. Va har bittamiz shu tilni bilishimiz bilan, shu tilda so'zlay olish qobiliyatimiz borligi bilan g'ururlanadigan darajaga ko'tarilishimiz kerak.
domla gapingizni oldim. Hozir siz aytayotgan narsa juda mayda yo'qolib borish arafasidagi millatlar ham bor-da, davlatni kichkina o'sha sanab o'tgan 5 xususiyatingizda. Lekin biz katta millatmiz-ku. O'zi O'zbekistonda 38 million bo'ldik. Qolaversa mana Afg'onistonda qancha o'zbeklar yashaydi, yon atrofimizda. Qozog'istonda, Qirg'izistonda qancha. Endi yon atrofimiz shu 5 ta respublikani olsak ham endi hisoblab chiqsa kamida bir 5 milliondan ziyod o'zbek bor. Har bir odam 1 milliondan o'rtacha deyilganda ham. Bundan tashqari Yevropada, Turkiyada sochilib ketgan qancha hamyurtlarimiz, hamillatdoshlarimiz bor. Lekin bu darajada odamni qo'rqitadigan gaplarni aytyapsiz-da, bu yo'qolib ketmasa, bunda nimadir qilib saqlab qolishga hali imkoniyat bor-da. Imkoniyat-ku juda ko'p. Imkoniyat juda ham ko'p. Lekin gap bizning sonimizning kattaligida emas. Masalan, estonlar 1 milliondan salgina oshiq. Lekin aniq estonlarning tili yo'qolmaydi. Chunki nafaqat hukumati, butun millat o'sha bori yo'g'i 1 milliondan salgina oshiq. U 1 millionni ham salgina oshiq ichida ham bir dunyo o'ris bor, bir dunyo boshqa millat vakillari bor. Lekin bu millat chunki bugun ham emas, endi bir qancha vaqtdan beri o'zining tilining saqlanib qolishi, o'zining identligining, o'zining mavjudligining, o'zining qiyofasi borligini, ruhiy qiyofasi, til qiyofasi borligini saqlab qolishga jon jahdi bilan harakat qilayotgan millat. Harakat qilayotgan ekan, albatta uning natijasi bo'ladi. Biz esa nihoyatda ko'pmiz va o'sha ko'pligimizga yarasha nihoyatda beparvomiz tilimizga. Va biz hatto shu o'zimizning tilimizni saqlashdan ko'ra boshqa tillarning g'amini ko'proq yeydigan, boshqa tillarga ko'proq g'amxo'rlik qiladigan bir g'alati millatmiz. Biz masalan davlat tili haqidagi qonunimiz, mana ertaga shuni bayram qilmoqchimiz-ku, lekin davlat tili haqidagi qonunimizda davlat tilini bilishni majburiy qilib qo'ymaganmiz. Bu majburiy bo'lish kerak. Bu qandaydir bemalol, yomg'ir yog'sa ham yog'adi, yog'masa ham mumkin, yog'ishi ham mumkin degandek gap bizga hozirda. Bor qonunimiz, bajarsang ham bo'ladi, bajarmasang ham jazo. Ro'zingda deganday. Men boshqa davlatlarniki bilan solishtirib ko'rganman, shu postsovet davlatlari deydi, Ozarbayjonniki, Tojikistonniki. Ularda majburiy qilib belgilangan shu narsa har bir bandida. Shunday, agar mana o'rgangan bo'lsangiz, mana biz ham o'rganganmiz. Uni davlat maqomini berilishdan murod shu o'zi. U majburiy bo'lish kerak. Chunki davlat bitta tilni egasi. Mayli ikki tilli davlatlar ham yo'q emas, masalan Kanadaga o'xshagan, Belgiyaga o'xshagan davlatlar bor. Masalan YES ichida Yevropa ittifoqida 27 ta til davlat tili hisoblanadi. Lekin gap unda emas, gap biz haqimizga ketyapti. Va bizning tilimizni saqlab qolmoq uchun bu o'zbek tilining davlat tili ekanligini chinakamiga uni davlat tiliga aylantirish kerak. Deb quruq aylanib, birovlar xafa bo'lib qolmasmikin, norozi bo'lmasmikin deb birovlar uchun tipirchilayvermay, o'zimizning qaddimizni ko'tarish uchun, o'zimizning imkoniyatlarimizni to'liq ishga solish va o'zimizda adashib yurganlarni to'g'ri yo'lga solishning majburiy mexanizmlarini o'sha davlat tili haqidagi qonunga kiritish kerak. Bundan 3 yil oldinmidi davlat tilini bilmagan rahbarlarga jarima solinadi deganga o'xshash modda kiritiladi deganda shov-shuv bo'lib ketdi va go'yo kimlardir bundan kamsitiladigандай bo'lib o'zimizdan ko'proq g'amxo'rlar chiqib ketdi. Boshqa millatlar xafa bo'lmasmikin, boshqa millatlarga qanday bu ta'sir qiladi va hokazo deb. Va mana shuning uchun hozir bugungi Oliy Majlis tarkibida ham o'zbekchani gapira olmaydigan millat vakillari turibdi. Nomi millat vakili uning. Deputat degani maqomi ana shunaqa bo'ladi. Domla o'zi o'zbek tili, shu davlat tili maqomi haqida, bir joylarda qo'llanishi haqida gapirsangiz, baloga qolib ketadigan bo'linyapti-da. Keyingi paytlar boshqacha narsaga, millatchilikka yo'l yo'radi. Bu masalan, millatchilik degani bu boshqa tillarni taqiqlashda. Masalan, unaqa gap yo'q. Bizda oldingi podkastlarimda ham shu kitobchilar kelganda ham aytganman. Bironta davlatda yo'q narsa bor bizda. Maktab darsligi 7 tilda chop qilinadi. Bizda bir xil, masalan, turkman, qirg'iz, qozoq,
qirg'iz, tojik tilida, tojik, o'zbek, rus, qoraqalpoq tilida 7 ta tilda bir xil chop qilinadi hammasi. Masalan, eng ko'p endi o'zbek tilida, keyingisi rus tilida, tojik tilida, endi buni nisbatiga qarasangiz, bunaqa bironta davlatda yo'q bunaqa narsa. Boshqa tillarni cheklash yo'q bizda. Har kimga ona tilda ta'lim olish uchun sharoit yaratilgan bizda davlatda. O'sha bolasiga qirg'iz maktablari bor, tojik maktablari bor, rus tilida o'qiladigan maktablar bor. Lekin o'zbek tilida gapirsangiz, xuddiki bir narsani boshqalarni cheklayotganday bo'lasizda. Shuhrat, avvalo millatchi degan so'zga bunaqa salbiy ma'noni kecha sovetni vaqtida o'rislar bergan. Asli millatchi degan so'z hech bir yomon so'z emas. Cho'lpon men millatchiman deydi. Ana u Milliy universitetda shu 60-yillargacha ishlagan, 70-yillargacha ishlagan Latifiy domla bor edi. Men millatchiligimda deb gapirardi. Ya'ni millat haqida qayg'urib yurgan odamni millatchi deydi. Masalan, suv tutgan odamni suvchi deydi. O'qituvchilik bilan shug'ullangan odamni o'qituvchi deydi. Ish bilan shug'ullansa ishchi deydi. Ketmon bilan shug'ullansa ketmonchi deydi. Millat bilan shug'ullansa, millatni yaxshi ko'rsa, millatini taraqqiyotiga orzu qilsa va shunga hissa qo'shmoqchi bo'lsa, millatchi bo'lsa, buni nimasi yomon? Men masalan millatchiman. Lekin bu millatchiman degani boshqa millatning dushmaniman degani emas. O'qituvchi boshqa kasblarning dushmani emas. Suvchi boshqa ish qiladigan odamlarning raqibi emas va hokazo. Shuning uchun so'zning ma'nosini ham biz zug'um qilganda bu boyagi sovetcha, kommunistcha qarash. Endi bizning nihoyatda o'zbekning joni shirin. Biz nihoyatda qo'rqoq, nihoyatda andishali. Men shuning uchun ham qo'rqoq degan so'zni qo'rqmasdan ayta olaman. Shu sal sharpa bo'lib qolsa, sharpa yo'q bo'lsa o'zimiz yaratib olamiz. Boyaga aytganingizdek, davlat tilini nega qo'llamayapsan desa, sen nega millatchilik qilyapsan desa, tamom bo'lamiz. Va bizga ayta oladi, sen nega millatchilik qilyapsan deb. Bizning odamlarimiz Rossiyaga borib turib, millionlab odamlarimiz borib turib, hammasidan birinchi so'rayotgan narsasi rus tilini bilasan. Va xo'rlanishining sababi rus tilini yetarlicha bilmaydi tarzidan masala qo'yadi. Hech kim borib o'risga sen millatchilik qilyapsan demayapti. Deya olmaymiz-ku. Qilsa qiladi, to'g'ri aytadi. Shu yerga keldingmi, shu yerning shu yerdan fikringni tushuntira oladigan bo'l. Birov gapirsa tushuna oladigan bo'l, shunga bor. Turkiyaga borib turib, men endi o'zbekman yoki men tojikman, men o'zbekcha gapirishim yo tojikcha gapirishim menga sharoit qilib ber deya olmaysiz-ku. Ya Germaniyaga bor, yo Amerikaga bor. Nega endi bizga kelib turib, biz hamma dunyodagi, baribir hamma dunyodagi tillarni, dunyodagi hamma tillarni bilishning imkoni yo'q. Baribir demak, o'rischada gapirsa bo'laveradi, u millatchilik emas. Bizning uyimizda turib ham. Bizning uyimizda, bizning yurtimizda turib ham. Nega endi biz o'z yurtimizda, o'z tilimizda gapirishdan buncha va bu tilning maqomini ko'tarishdan buncha ehtiyot bo'lamiz, buncha qo'rqamiz. Va men hamisha aytadigan gapim, sizga mening buncha jo'shib, biroz iddao bilan gapirayotganligimning sababi bu tushunarsiz holat. Bizdagi milliy g'ururning yo'qolganligi tufayli bizning hatto yuqori eshelondagi rahbariyat qismida ham mana shu o'zining tilidan xijolat chekadigan va bola chaqasini boshqa tilda o'qitib, boshqa tildan shunga rizq topib bermoqchi, shuning taqdirini belgilamoqchi bo'lganlar bilmaydilarki, taqdirni yaratgan egan belgilab qo'ygan. Sen 15 ta tilni bilasanmi? Agar yaratgan egam sening maqoming tuban bo'lishini belgilagan bo'lsa, sen tubanlikdan ko'tarila olmaysan. Sen o'z ona tilingni bilib, o'zingning sohangni yaxshilab o'rgandingmi? Agar yaratgan Tangrim sening maqomingni yuksak qilmoqchi ekan, sen yuksak bo'laverasan. Va bu hamma narsani tilni bir panatseya, ya'ni har qanday muammoni hal qiladigan vosita deb qaramaslik kerak. Bizda hozir begona tilni o'rganish, o'z butun dunyoda begona tilni o'rganish vosita bo'ladi. Bizda begona tilni o'rganish maqsadga aylandi hozir. Go'yo qandaydir tilni bilsa, buning yo'li ochiq, shunday ravon, tep-tekis yuksalib
Tangritog' sari ko'tarilib ketaveradigan. Endi bizda ingliz tilini ko'proq o'rganyapti-da yoshlar, domla. Ingliz tilini o'rgangan odam endi yer sharini fuqarosiga aylanadi, ko'p ish topadi. Bu masofadan turib ishlash mumkin. Shu maqsadda ishlayapti hamda odamlar. Qovunni ko'rib rang oladi deganda bolalarda qiziqish bor. Bu yuqoridagi aytgan gapingizga bitta narsa, shu kunlarda bir narsaga ko'zim tushdi va xursand bo'ldim ozgina. Milliy olimpiya qo'mitamizda chiqish qildi. Shu Otabek Umarov birinchi vitse-prezidenti sportchilarga xitob qildi. Chiqqanda boshqa tilda gapiraman deb o'zing bilmagan tilda haligi qilma. O'ktamoni o'zbekcha gapiraver. O'zbek tilimizda ham obro'si dunyoda zo'r bo'lib boryapti. Sportchilar chiqib g'alaba bo'lganda mikrofon tutadi, chet ellik jurnalistlar buzib gapirib bir fikrini tushuntira olmagan o'zbekcha gapirib, kerak bo'lsa tarjima qilib oladi hozir. Sun'iy ong bor joyda tarjima qilib beradigan. O'zbekcha gapiraveringlar o'ktamoni. Shunaqa yaxshi bir chaqiriq qildi. Menga juda yoqdi shu narsa. Xuddi shunday bo'lish kerak. Bizda bitta yoshi ulug' odamlarda shunday qarash bor. Rus tili butun dunyoda endi BMTning tili rasmiy tillardan biri, lekin butun dunyoda ingliz tilini butun dunyoda tushungani kabi rus tilini ham tushunadi deb o'ylaydi-da odamlar. Bu xato qarash. Turkiyaga borib turklarga ruscha gapirarga yoshi katta odamlar. Kulgili-da endi. O'zbekcha gapirsa tushunadi turk qaytaga. Ruschani bilmaydi ular. Yo Misrga borib chiqyapti, hamma joyga borib, Saudiya Arabistoniga borib arablarga ruscha gapirganlar bor, yoshi katta avlodlarning ichida. Shunaqa qarashlar bor-da, o'zi eskidan mana shu nima deydi buni otini bir noto'g'ri qarash bor-da. Endi dunyo ko'rmagan, endi hozir butun o'zbeklar ham dunyoga chiqyapti, hamma joyga boryapti, hajlarga borib kelyapti ota-onalarimiz. Mana shunaqa ko'rsatuvlarda sal haliga qilib qo'yishimiz kerak. O'zbekcha gapiraverish kerak. Shu Arabistonda ham o'zbekchani tushunadiganlar juda ko'p. O'sha meni xursand qilgani shu mahalliy arablar ham shu odamlarimiz ko'p boraverganda narxlarni o'zbekcha aytishni o'rganib olgan. Mana 15 ming, bunisi 20, hattoki shu O'zbekiston so'miga ham savdo qiladi o'sha yerda deyapti. Oladi o'zimiz pulni. Shunaqa darajaga yetdik. Endi sekin suhbatimizning mavzusini men yaxshi ko'rgan nimaga o'zgartiraylik, shu alifbomiz haqida gaplashmoqchiman siz bilan ko'proq. Alifbomizni o'zi bu tilimizni o'rganishda bir avlodlar bo'linib qolishiga sababchi bo'ldi. Gazetalarimiz haligacha kiril alifbosida chiqadi juda ko'p. Saytlar yaxshi bu masalada. Endi o'zingiz kuzatib yuribsiz. Chunki texnologiya bitta tugma bilan avtomatik ravishda alifboni transliteratsiya qiladi, o'girib beradi joyida. Saytlar juda ko'p saytlar, mana Kunuz ham bizning saytimiz ham avtomatik lotin alifbosida ochiladigan qilganmiz. Chunki biz tekshirganimizda lotincha o'qigan avlodni oldi ham 40 ga kirib qo'ydi-da hozir. Savodi lotincha. Oshdi ham 40 dan oshdi. Juda ko'plar o'zi buni internet saytlari, gazetalardan bir ustunlik jihati ham shuda. Masalan, o'quvchisi kimligini bilib turadi. O'rtacha yoshi kim, jinsi ayol kishi ko'p o'qiyaptimi, erkak kishi ko'p o'qiyaptimi degan narsalarni bemalol ochiq ma'lumot bor bizda. Va shu 25 yoshdan 40 yoshgacha bo'lgan asosiy auditoriyani tashkil qiladi. Mushtariylari saytlarida va juda ko'p lotincha o'qigani uchun sekin-sekin shunga haliga qilyapmiz biz. Lotin alifbomizda domla bir yig'ilish bo'ldi, men ko'p bormagandim. Shu O'zbek tili va adabiyot universitetida shu ishchi guruhda yig'ilsa, siz yo'q edingiz. Qayergadir ketgan ekansiz o'shanda. Siz yo'q edingiz o'shanda. Qozoqboy aka bo'lganda nuqta qo'yadi hozir bunga degan gaplar ham bo'ldi. Sizni chiqishingiz yo'q ekansiz xullas kalom. Shunda ancha bo'ldi. Qandaydir o'zi olimlarimiz o'rtasida bir yakdil bir to'xtam yo'q deydi menda shu masalada. Lotin alifbomiz nuqsonli ekanligi aniq, texnik nuqsonlar. Bu tilchilarni, filologlarni yo'qqa qo'ying. Bu programmistlarimizga mana hozir hamma narsa katta haliga keltirib chiqaryapti-da domla. Shuni men siz bilan batafsil suhbat qilishni dilimga tugib yurgandim. Mana bugun musharraf bo'ldim shu narsaga. Sizni fikringizni bilmoqchiman shu narsada. U endi demak, mening fikrim ham xuddi sizning fikringizdagi gap. Juda nuqsonli. Ana u masalaning mohiyatini asl mohiyatini hisobga olmasdan qilingan ishda mana shunaqa chala kamchatlik, shunaqa notugallik, noto'kislik bo'ladi-da. Chunki nima uchun qanday boshlangan domla, siz eslaysiz-ku bu narsalarni? Qanday o'tib ketdik bunaqa alifboga? Bu alifboga o'tishning bosh sababi, birinchi sababi turkiy dunyoni birlashtirmoq, bir-birini osonroq tushunishga
olib kelmoq edi birinchi sabab. Ikkinchi sababi ana u madaniy ekspansiyadan. Ya'ni o'risning zug'um bilan kiritilgan harfidan ham qutulmoq o'yi bor edi 80-yillarda oxiri, 90-yillarda boshida. Endi bugun hayron qolinsa kerak, Kirilda o'zi ham turaversa bo'lardi deb. Lekin o'sha agar 80-endi shunda sizlar yosh bola bo'lgansizlar, 80-yillarga qaytiladigan, 90-yillarda boshiga qaytiladigan bo'lsa, u vaqtda bosqinchining har bitta undan qoladigan iz millatning ruhiyatiga begona edi. Va lotinga o'tishning bosh sababi ana shu ikkita narsa edi. Ham dunyoning oqimiga qo'shilmoq, tezroq qo'shilmoq, bu endi keyingi 3-chi va hokazo sabablar edi. Lekin ana u eslasalaring, endi buni sizlar uncha yaxshi eslamaysizlar ham. Biz egamanlikning dastlabki yillarida qanday yo'ldan yurishni bilmay rosa u yoqqa bu yoqqa urinardik. Goh Yapon yo'lidan yuramiz, boshida Turk yo'lidan ketamiz, keyin Amerika yo'lidan ketamiz, nimadan o Malayziyamidi? Malayziya yo'lidan yuramiz, Singapur yo'lidan boramiz deb har xil yo'llarni bu og'izda aytib qo'yish urf bo'ldi-da, o'sha vaqtda shu harflarimiz xuddi Turkiyanikiga o'xshagan holda o'zimizning 30-yillarda, 29-yilda qabul qilingan lotin alifbosining ko'rinishi tiklangan edi. 93-yil. Ha, o'sha 93-yilda. Lekin keyinchalik birpas Turkiya bilan oramizda sovuqchilik bo'lib qoldi. O yuborilgan talabalar qaytarilib, shunda birdaniga bu Turkdan biz yo'ldan yurmaymiz. Qani o'zimizga xos bo'lsin. Lotin bo'lsin-u, lekin endi Turkiyaga o'xshamagan bo'lsin deganday talab qo'yildi-da, shekilli va shuning uchun boyagi uncha siz aytganday texnik jihatdan ham noqulayliklar tug'diradigan alifbo qabul qilindi. Bu bir tomoni. Ikkinchi yomon tomoni biz ana u tildagi fonetik o'ziga xoslikni, tildagi grammatik o'ziga xoslikni yo'qotish bu sekin-sekin millatning ruhiyatini yo'qotish edi. Va bugun mana shunga erishilyapti. O'sha Ilminskidan boshlangan narsa, Ostromovdan davom ettirilgan narsa, bu yerda Polivanovlar buni yo'lga qo'ygan narsa bugun go'zal mevasini beryapti. Ular uchun kerakli bo'lgan meva. Shuning uchun shaharlarda odamlarning yarmidan ko'pi o'zining bolasini o'ris maktabga berayotgani sababi shu. Nimaga bunday qilindi? Sababi O'zbekda butun turk dunyosining tilini singarmonik til deydi, uyg'un til deydi. Ya'ni so'zning bir bo'g'inida, birinchi bo'g'inida qatnashgan unli keyingi bo'g'inda qatnashadigan unlining o'ziga muvofiq bo'lishini talab qiladi. Masalan, shuning uchun bizda masalan u bilan u, o bilan ö, i bilan ö farq qilish kerak. Butun turk dunyosida farq qiladi. Birgina o'zbek turki deb mana shu olib tashlandi. Bizda 6 ta kelishik, o'risda 6 ta kelishik bo'ladi, bizda ham 6 ta kelishik bo'ladi deb qaraldi. Universallashtirildi. Universallashtirildi degani millatning ruhini neytrallashtirdi, millatning ruhini o'tmaslashtirdi. Millatning o'zining ruhi emas, boyagi universallashgan tilning ruhi chiqadi yuzaga. Ana shu ruhni keltirib chiqardilar. Masalan, biz hozir o'zbek so'zini o bilan yozmaymiz-da. O'tin bilan o'zbekning mana aytib ko'ring. O'tin demaysiz, o'tin deysiz. O'rmon deyman. O'rmon deysiz. Lekin o'zbek deysiz. Bizda o'tish deysiz, shoshmang. Va ana ikkita tovush yonma-yon turibdi, lekin biz uni bitta harf bilan yozamiz. Qozoq 2 xil yozadi, turk 2 xil yozadi, hatto qoraqalpoq 2 xil yozadi, ichimizda, bag'rimizda turib. Biz sho'rliklar shularchalik ham bo'la olmadik-da. O'shalarchalik ham ana shuni hisobga ola olmadik va
yangi yozuvimizda hozirgi lotinga asoslangan alifbomizda ham mana shu kamchilik takrorlandi. Va mana endi o'zingiz o'tgan yig'ilishda ko'rgan bo'lsangiz, katta olimlarimiz, juda maqomi baland, akademik darajasidagi olimlarimiz ham ana shu narsadan ataylab ko'z yumib o'tib ketadi. Go'yo murakkablashtiradi deb o'ylaydi-da ular alifboni, qo'shimcha harflar qo'shish, buni ajratish kerak, domla. Busiz bo'lmaydi. Hozir gapingizni oldim, domla. Hech bo'lmasa transkripsiya ko'rinishida bo'lsa ham qilish kerak bu narsani. Qachondir o'sha transkripsiya alifbo bo'lib ketishi mumkin bizda. Qachondir hozir o'zi alifboni o'zini almashtira olmayapmiz. U bilan ikkita muammoli harfda hozir. Lekin bu narsalarni joriy qilish kerak. O'sha men o'zim tilchi filolog bo'lmasam ham men bilib turibman, o'sha 40-yilgacha bo'lgan alifbomiz ideal alifbo bo'lgan bizda. Hamma turkiy xalqlar bilan bir xil bo'lgan. yaqin bo'lgan, juda yaqin bo'lgan o'sha yan alif haligi qilingan paytda. Uni ham sekin-sekin chopib yo'nib, keyin birdan kirilchaga tayyorlab o'tkazib yuborilganda unda harflar haligi qilinib. Lekin o'shanda ham siz aytgan 9 ta ulli bo'lganda, bo'lgan hammasida. Hozir ko'pchilik domla, masalan, i harflarni ikkita qilish kerak, masalan, u va o'ni ikkita qilish kerak. Bu hamma ham talaffuzda farqlolmaydi-da buni. Odamlar tushunmaydi, masalan, haligi qilsa xalq butun endi bunaqa qarashdagilar alifbo qulay bo'lish kerak, odamlar foydalanishdagi qarovchilar ham bor. Endi bu xalq foydalanadimi, xalqqa qulay narsa qilish kerak degan qarashdagi odamlar ham bor. Bu bitta h va h ni o'zida qancha ixtilof bor, birlashtirib yuborish kerak degan qarashlar juda ko'p. Uni birlashtirmaslik kerak aslida. Chunki h deb yumshoq h ni talaffuz qila olmaydigan nimalarimiz bor, masalan, shevalarimiz bor. Yoki hammasini yumshoq. Shevalarimiz emas, umuman bizga u begona. U bizning so'zi, bizning tovush emas. U arab tilidan kirib kelgan tovush. Va shuning uchun biz unga tayyor emas. Bizning organizmimiz uni aytishga tayyor emas, uning joyini biz bilmaymiz. Masalan, biz q deganda uni qning qayerdan chiqishini va u q ekanligini ayta olamiz. Xorazmliklardan tashqarimiz. Lekin hini faqat biz xayol bilan, xotira bilan darrov siz o'ylab qolasiz. Xalq unga belgi qo'yish kerakmi, dumi bormi, dumi yo'qmi? Yodingizda bo'lmasa buning farqini bilmaysiz. U dumi bor, dumi yo'q, kirilcha alifboga xos. Hozir ikkovi lotincha alifboda butkul ko'rinishi, tashqi vizual tashqi ko'rinishi boshqa. Va shunda ham bitta juda katta xatoga yo'l qo'yganmiz. Mana shu h harfini, h ni bildiruvchi yumshoq h deymiz, bildiruvchi h harfini sh va ch tovushlarini ifodalash uchun foydalanib, hozir yoshlar bilasizmi nima qilyapti? Bu h harfini sh bilan ch yozishda foydalanib, qolgan hamma o'rinda ikkisidan boya qattiq hdan foydalanishga o'tib ketgan bolalar. Bu faqat harf yashovchi qo'shimchaday bo'lib qolgan. Yo'q, endi bu boshqa gaplar endi. U bizning savodlilik darajamiz bilan bog'liq narsalar, savodxonligimiz bilan. Endi men bu gaplarni nega aytayotirman, endi bu bilmayman, ehtimol bizning bu suhbatimizning tinglovchilari yoki tomoshabinlariga qiziqmi, qiziq emasmi? Lekin shu yaxshi bir gap aytdingiz. Odamlar iste'molchilarning talablariga, odamlarga osonroq bo'lishini ma'qul ko'radi. O'zi shunday bo'lish kerak. O'zi alifbo odamlarga osonroq bo'lishini, sun'iy bo'lmasligini ta'minlash kerak. Shunga xizmat qilish kerak. Lekin biz tovushlardan uzoqlashtirildik ataylab. Mana endi 40-yildan beri bo'lsa 80 yildan ortiqroq vaqt davomida, 85 yil davomida biz endi u bilan uni farqlamaslikka, unga parvo qilmaslikka o'rgatildik atay. Lekin biz xato yo'lni mahkam ushlab olib, endi bizga qiyin bo'lmasin deb ketavermasligimiz kerak. Xato to'g'rilanish kerak. Xato to'g'rilanish kerak. Bizga xos bo'lmagan, masalan, tutuq belgisi. Bizga nimaga kerak? Biz qachon tutilamiz? Nimaga tutulishimiz kerak o'zi? U programmistlarning eng oliy nimasi ana tutuq belgilar, ular tutuqqa o'xshaydi-ku o'g'ida. Shulardan umuman voz kechish kerak deydi. So'zni to'g'ri aytadi ular. Qidiruv tizimi bor, boshqa buzadi, so'zni bo'lib yuboradigan belgilar bular, deyapti-da, tilimizni to'xtatyapti rivojini deb. Xuddi shunday. U men-ku texnik tomonini bilmayman, lekin u hammasi sun'iy o'ylab topilgan. Kecha bu qoidalar qabul qilinayotgan vaqtda bizning ota-bobolarimiz, masalan, o'sha fitratlar, o'sha zamondagi olimlarimiz arab tilini mukammal bilardilar.
va arab tilining qoidasini bizning tilimizda arabdan kirib kelgan so'zlar uchun saqlab qo'yish fazilat deb hisoblardilar. Chunki ular hozir bizga o'xshab a'lo baho oldim demagan. A'lo deb bo'lib aytgan. Ma'naviyat deb shu yerda bir boshqacha arabcha qilib aytganlar. Va shunday qilib aytmaganlar savodsiz hisoblangan. Lekin bugun bizga unday ehtiyoj yo'q bunga. Biz bugun ma'naviyat deymiz. Tamam. Ozarbayjonda yo'q masalan alifbosi. Ha? Yo'q, hech kimda yo'q. Hech kimda. Birgina bizda Yo'q, ha. Domla o'sha tutuq belgisi so'zi bo'ladi deyapman-ku. Shu texnik tomoni tilchilarimiz shu narsada texnik tomon hozir mana dasturchilar bor-ku, shular bilan ham biz maslahat qilish kerak edi. Bu narsalarni men mana shu aytishniklarimiz deydi-ku, aytuvchilarimiz, informatsion texnologiyalar bilan shug'ullanadigan bolalardan eshitganman-da. So'zni bo'lib uni siz tilshunoslardan ham eshitaverasiz uni. Mana yo ko'p bu taraflarga doim aytib kelaman men bu gap. Va kirilchani ustunligi bor bu o'rinda. Kirilchada shu narsa belgi, ayirish belgisi bor. Ha, belgisi bor. To'laqonli harf u. U xalaqit bermaydi masalan dasturlash. Kirilchani oldida bizni alifbomiz nochor hozirgi lotinchamiz. Kirilcha karrasiga ustun hozirgi alifbomiz oldida. Ikkita o'zbek tilida. Ma'qul, ma'qul. To'g'rimi? Lekin uning sababini men aytdim. U kirilchaning ustun emasligida gap emas. Biz Shu turishida lotinchani, kirilchani ham algisi bor. Biz lotinchani o'zimiz atay qo'limiz bilan buzib qo'ygan bo'lsak, bu kirilcha undan ustun degani emas. Biz tutuqni olib tashlasak masala hal bo'ladi. Biz ana ikkita qo'sh harfli tovushlarni sh bilan chini bitta belgi bilan bersak, masalan turklarga, ozarbayjonlarga, turkmanlarga o'xshab masala hal bo'ladi. Buni qo'limiz bilan qilib o'tiribmiz. Ataylab to'xtatib turibmiz deng, shunaqa bo'ladi. Qilinmayapti shu narsa. Chunki domla bir shu alifbo masalasi har ko'tarilgan men ham juda ko'p maqola yozdim. Nimaga shu alifboni har 3 yilda almashtiraverasizlar deydi. Shunaqa e'tiroz bildiradi. Birdan haligi nima deydi, qarshilar to'lqini vujudga keladi ijtimoiy tarmoqlar. Holbuki 95-yil qanday qabul qilingan bo'lsa, qimillamay turibdi bu. Hech kim tegishgani yo'q alifboga. Shunday ko'pchilik bilmaydi-da, bu har ko'tarilganda bular almashtirdi, endi yangi gruppa keldi, yana almashtirmoqchi deb o'ylaydi-da. Lekin bunday 100 yillik tarixida bunday cho'zib qarasangiz, haqiqatan almashgan alifbo. 24-yil qabul, 28-yil qabul qilingan bo'lsa, bir 4 yildan keyin bir almashgan, 40-yil kirilchaga o'tilgan, yana 95-yil lotinchaga o'tdik. Mana shuni uzoq prizmada qaralsa-da. Lekin 95-yil 30 yil bo'ldi almashgani yo'q-ku. Lekin almashtirishga ehtiyoj bor va buni almashtirishda uyat tarafi yo'q. Chunki Ozarbayjon ham tahrir qilgan ekan, Turkmaniston ham o'tgandan keyin tahrir qilgan ekan alifboni. Yo'q, o'zi xato to'g'rilanishi kerak. Uni kimdir qilganligi uchun emas. O'zi xato qachondir, xo'p, xatoni qo'limiz bilan qildik. Endi shu qo'limiz bilan shuni to'g'rilashimiz kerak. Hozir 25-yilning may oyida ana Bokuda savol berildi. O'rtoq turk alifbosi degan shuni ishlashning ishchi guruhi bor edi. Bokuda shu oxirgi marta yig'ildi va juda uzoq 2 yil davomida o'zi-ku 91-yilda boshlangan. 91-yildan boshlab endi ancha vaqt to'xtab qoldi. Keyin 2003-yilda yana ko'tarildi. 2003, 2004, 2005, 25 demoqchiman. 2023, 2024, 2025-yilning may oyida Bokuda o'rtoq turk alifbosining eng so'nggi nusxasi ga kelishildi olimlar o'rtasida. Va u endi prezidentlarning e'tiboriga havola qilindi. 4 ta harfda olsak bo'ldi shu. Hay. Shunday bo'lyapti. Bizda-ku 4 ta harfda olsak, tutuqdan voz kechsak masala hal bo'ladi. Lekin qirg'izlar bu masalani o'ylab ko'rishlari kerak. Ularga juda qiyin. Qozog'lar menimcha eng oson o'tadigan qirg'izlar bo'ladi-yu. Bu masalani hal qilishlari kerak. Chunki ular hali lotinga o'tishning nima ekanligini bilmaydi hali ular. Ularda tajriba Qozog'iston ham lekin borganimda juda ko'p joyga lotincha yozib qo'ygan. Sekin-sekin o'tyapti ular. Lekin rasman boshlab o'qitilmayapti, lekin maktablarda bilishimcha ularda. O'shanday lotincha yozgandan yozmagani yaxshi. Chunki u yerda ham raznaboy. Kim nimani o'ylasa shunday yozib yotibdi. Endi o'rtoq bitta alifbo bo'ldi. Butun turk dunyosi uchun. O'xshash harf. O'zining tilida yozaveradi, lekin harflar bir xil bo'ladi. Natijada men qozoqni qiynalmay o'qiy oladigan bo'laman. Qozoq mening o'zbekcha yozganimda, chunki harflar bir xil.
Shu tovushni anglatadi unda ham. Masalan, bizda mana dumaloqni o deymiz. Bizdan boshqa butun turkiy dunyo buni o deydi. Atay qilinganda mana atay bu bizni anasi shu atay qilingan. ana undan boshqa turkiylardan ajratib qo'yish uchun. Chunki eng katta millat bo'lganmiz. Bizni alifbomiz shu sal forsiylashtirilganmi deymanda bir xil qilingan. Bu tomonga tortilgan. Yo'q, u yoqqa ham tortilmagan. O'ni yozamiz. O harfimiz bor. Belarusiyada bor. Belarusda o'ni bildi. U V harfi Belarusda. Ha, shu W bilan belda o'sha uchunda qoraqalpoqlarda ham shunday bo'lgan-ku. W bilan yoziladigan V harfi uchun o'sha O harfi olingan bo'lgan. Hozir endi lotinchaga o'tib ular W ni qabul qildi qoraqalpoqlar. Belarusda ham shu tovush uchun, O uchun emas, O uchun emas. Yo'q, lekin shu harf. Harf shu. Men uni tovushi haqida gapirmayapman. Ya'ni qozoqda yo'q, qirg'izda yo'qda, Belarusda bor. Bu atayl qilinganining belgisini ko'rsatmoqchiman. Men Bu tomondan yondosh. nima tovush berayotganligini sizga men tushuntirmoqchi emasman. Ya'ni kim mana shu bizning tilimiz ataylab g'arblashtirilgan, ataylab buzilgan. Endi shuni to'g'rilash kerak. Hozir imkoniyat bor. Hozir shunga tarafdorlar bor. Hozir shuni o'ylaydigan va shuni qo'rqmasdan bemalol ayta olish imkoni bor. Bir zamon buni gapirsangiz, boyagi siz aytganday, millatchisan, sen bizga qarshimisan, sovetlarga dushmanmisan deyilardi. Hozir deyilmaydi. Biz shu vaqtda endi biz qiynalamiz. Mayli bizdan keyingi avlod ham qiynalar. Lekin biz qiynalmasligimiz uchun butun umr, butun millat qiynalib o'tish kerak emas. Xatolik Kimdir qachondir o'zini xatosini to'g'rilash kerak. Mana shunday imkoniyat keldi bizga. Domla shu 9 ta ulli tovush haqida bu yo'q bo'lib ketmaslik kerak. Tilimizni suniylashishiga xizmat qilyapti-da hozir. Bilasizmi, mana bu hozir Instagram, hozir qo'lida telefoni bor odam kontent tayyorlab o'zi chiqish qilyapti-da. Qiziqarliroq boyagi bo'lsa, tilimizni buzishga yangi so'zlar chiqyapti. Xabaringiz bo'lsa, balkida, yokida degan. Eshitgan bo'lsangiz, yoshlarimiz o'zlari yasayapti-da, endi hech yo'q joydan haligi qilib odam sal tilga o'xshab, bizga tilga qattiq qaraydigan odamlarning asabiga tegadigan narsalar qilyapti-da. Va umuman talaffuz boshqalar ham umuman farq qilib ketyapti. Qanaqadir o'sha aytganingiz, masalan, ng tovushini yoki o'sha qattiq x, yumshoq x deydigan tovushlarga umuman e'tiborsiz. Shu haligilar. Shu transkripsiya qilinsa edi, hech bo'lmasa o'sha 9 ta ulli ingliz tilida bor, kvadrat qavsda ichida so'zni to'g'ri o'qilishi, tovushlar tizimida to'g'ri o'qilishi ko'rsatiladi. O'shanda o'sha qattiq o, yumshoq o deylik, shunaqalar ajratib ko'rsatilib, mana v harfi bor, v tovushi bor, v tovushi bor suvdagiday bizda ham, suv, saylov deganda o'shalargacha ko'rsatib, har bitta tovushni sayqallab o'rni qo'yib, shunaqa narsa hech o'ylab ko'rilyaptimi yo'qmi mana shu narsalar shunday? Buni o'ylayotgan tilshunoslar bor. Mana Baxtiyor Mengliyev degan juda yaxshi katta olim bor. Agar u bilan suhbatlashgan bo'lsangiz, mana shu siz aytgan muammolar bilan bosh qotirib buni qanday nima yo'l bilan ifodalasa bo'ladi deb harakat qilib yurgan olimlar bor. Yaxshi fikrlaydigan mutaxassislarimiz bor. Lekin fikrlar amalga oshmasdan, u moddiylashmasdan, faqat fikrligicha qolib ketyapti. Deyligi o'sha 30 yildan beri o'sha boyagi sh bilan chini hal qilmaganimiz kabi, tutuqdan qutulmaganimiz kabi, g'ini bir yo'liq qilmaganimiz kabi, shu arzimagan urinish bilan hal bo'ladigan narsalar xuddi bir katta muammoga aylantirilib, juda ko'p vaqtlardan beri o'z holiga tashlab, xo'jasizlik bilan qaralib kelinayotirdi. Va bu narsa odamlarni borgan sari asabiga tegib, odamlarda norozilik uyg'otib ketyapti. Endi bu eng yomoni, tilimizning jozibasini yo'qotyapti. Eng yomoni bizni turkiy dunyodan borgan sari uzoqlashtirib borilyapti. Keyin boyagi juda masalan n tovushini ayta olmaslik. Mana hozir Toshkentlik yoshlar meni ayta olmaydi. Min deyishni bilmaydi. Min deydi. Nima bilan aytadi?
10.000 pulim bor deydi. 100.000 berdim deydi. Chunki uni aytishga alohida uni harfi bo'lmagandan keyin, qayerda yozilishi ko'rsatilmaganidan keyin natijada beparvo odam zot hamma narsaga o'rganadi. Va borgan sari boyagi biz 6 ta mana endi hozir o'zingiz xavotirlanib qoldingiz. 9 ta o'nli bo'lsa, u bilan o'ni qanday qilib bajarataman? Qayerda bir muammo paydo qiladi-ku endi albatta. Ha, muammo paydo qiladi. Senga qiyin bo'ladi. Nima bo'pti? Senga qiyin bo'lsa. Lekin keyin oson bo'ladi. Keyin to'g'ri bo'ladi. Va biz ana shu to'g'ri bo'ladi. Qiynalsam ham o'shanga boray to'g'ri yo'lga deyishga o'rganishimiz kerak-da. O'zgartirib nima qilar edi, nima keragi bor edi degan bu ana ular bir masalaning mohiyatini anglamagan, masalaga bir sal geosiyosiy ko'z bilan qarash qo'ldan kelmaydigan odamlarning iddaolari bo'ladi-da. Shuning uchun endi bu til masalasi ba'zan ko'pincha o'ylaydi endi hozir tildan boshqa muammo yo'qmi? Iqtisodimiz mana bu ahvolda bo'lsa, qarzimiz muncha bo'lsa, rivojlanishimiz bunday bo'lsa, ko'chalarimizda ahvoli bu bo'lsa, tiling nima kerak, qizig'i bor deb. Yo'q. Tilning o'zining o'rnini topishi mana shu muammolarning hammasini hal bo'lishiga olib keladi. Qanday qilib? Chunki tilning o'zining o'rnini topishi odamda odamlik g'ururini paydo qiladi. G'ururi bor odam poraxo'r bo'lmaydi. G'ururi bor odam vatanparvar bo'ladi, millatsuyar bo'ladi. G'ururi bor odam Xudodan qo'rqadi. Odamdan qo'rqmaydi. Bizda g'urur yo'qligi uchun odamdan qo'rqamiz, Xudodan qo'rqmaymiz. Chunki Xudo bizni to'g'ridan to'g'ri jazolay olmaydi. Savollarim ichida qolib ketgani bor ekan, rusizmlar. Mana shu nge tovushini aytdik-ku, rus tilida yo'q-da bu nge. Tilimizga mana ko'p endi matn bilan ko'p ishlayman-da domla. Haligi qiladigan narsa, kirilchamizda rus tilidan birga bir ko'chirilgan joylari bo'ladi. Masalan, Gonkong, Gitler deb keldik shuncha yildan beri. Rus tilida yumshoq h yo'qligi tufayli ham u, masalan, o'sha Yevropa xalqlarida bor-da, nemis tilida ng ham bor, yumshoq h ham bor. Ingliz tilida yumshoq h bor, ng ham bor. Good morning deydi-da. Ruslarda shu tovush yo'qligi uchun good morning deb aytadi. G ga urg'u berib, so'zni oxirida G ga urg'u berib aytadi. Shu narsa ko'chyapti bizga masalan. Yoki masalan, Gonkong deymiz masalan. U Hong Kong, biz uni ayta olamiz va yoza olamiz. Ayta olamiz va yoza olamiz. Rus tilidan mana shu atamalar, masalan, Xi Jinping deb yumshatish belgilari bilan u Xi Jinpingda, unda Xi Jinping ng'si bor oxirida. Ng tovush bu. Shu narsalar o'zbekni o'zini haligisini yaratish kerak-da, mana shu atamalarni, masalan, Gonduras deymiz, Honduras u yumshoq h bilan yozilishi ham shunday, aytilishi ham o'zbek bemalol talaffuz qila oladi uni. Honduras deb masalan. Hong Kong yoki o'sha Shanxay deydi qattiq. Unaqa nima yo'q. Men o'zimni qarashim domla bu narsaga bir joyda yozilmagan buni bir narsa desang, yo deydi mana o'za bunaqa yozyapti-ku, yo bu yerda bunaqa davlat organi bunaqa yozyapti-ku. Mana shu xatolar mayli u kirilchada bor edi. Lotin alifbo yoshlarimizni o'qiyotgan alifboni xalos qilish kerak edi. Bunda o'sha narsa rusizm deyman men, olib kirmaslik kerak edi-da bu yerga. Qanaqadir bir lug'at qilish kerakmi? Bu tomonda ham tilchilarimiz jimdaydi domla. Buni rusizm ham deyishmas endi biz, chunki dunyoga o'zimizni ko'zimiz bilan qaramay o'rgandikda, dunyoga o'rus ko'zi bilan qaraymiz. Rusizm. Bugun ham hatto tashqarida bo'layotgan siyosiy voqea hodisalarga ham o'zimizning mustaqil nuqtai nazarimiz emas, balki o'rus televideniyasi, o'rus radiosi, o'rus gazeta, jurnali qaysi nuqtai nazar bilan qarasa biz shuni takrorlab o'zbekchalab aytib berguvchi bo'lib turibmiz-da. Boyagi yillar davomida singdirilgan odat hanuzgacha o'sha psixologiya bizni yoshi katta avlodda bor domla. To'g'risini aytay, bu narsa yoshlar har qalay Turkiya matbuotini o'qiydi, Yevropa matbuotini o'qiydi, saytlari bor. Hozir ancha haligi shu urush masalasiga ham turlicha fikrlar bor, Xudoga shukr. Bizda yakkash Rossiya televideniyasining pozitsiyasi bilan qaramayapti domla. Men kuzatib turibman u narsani. Men endi uning siyosiy tomonlarini aytmoqchi emasman. Mening endi umuman shu hozir siz aytayotgan go'yo u juda muammo o'xshab ko'ringan narsalar
Ha, biz endi ana shu qarashdan qutulsak, biz o'zimizning qo'limiz bilan ushlab, o'zimizning ko'zimiz bilan ko'rib, o'zimizning tilimiz bilan ifodalaydigan bo'lsakkina, shu boyagi aytganingizdek, Pekin deb emas, Bejin deb, Qozoqlar Bejingda yozadi. Qozoqlar. Xitoy deb emas, Chin deb. Chin deb, xuddi Hazrat Navoiy Chin Chinmochin deyiladi o'shalarda Xitoyda. deb yozgani kabi yozishimiz mumkin. Buning uchun bizning o'zimizni nuqtai nazarimiz bo'lishi kerak. Biz hatto Sovet vaqtida ham o qozoqlar KPSS deb yozmagan. Ular shuni ham qozoqchasining bosh harflaridan tuzgan. Esirni ham shunday deb yozmagan ular. Bizgina esirni esir deb KPSSni KPSS deb yozgan. Endi domla bizni KPSSni o'zbekchaga o'girsak yomon xunuk chiqqanda u. Yo'q, endi. Xo'p, uni yo'li bor edi, sov ekib deyish mumkin edi. Nima bo'pti uni xunuk chiqsa? Mana siz ingliz tilini o'rganyapsiz. Ingliz tilini o'rganyapti bolalarimiz. I am deb turibdi va shuni A bilan yozyapti. O'rganyapti, o'lib qolgan yo'q, hech kim uyatdan qizarib. Bu endi o'ylab topilgan narsalar. Agar shu aytilishi kerak bo'lsa, aytilaveradi, boshqacha iloji yo'q edi. Shuni sov ekib deb olish mumkin edi. Qozoqlar shuni aynan shunday qilib olganlar. Demak, men buni nima uchun aytyapman? Buni bizning ana haddan tashqari andishaligimiz, haddan tashqari qo'rqoqligimizning belgisi va bugungi ishlarimizning yurishmayotgani ham shuni orqasidan bir narsa chiqib qolmasmikan? Menga gap tegib qolmasmikan? Menga yomon bo'lmasmikan? Men millatdan baland turibman-da hozir har bitta amaldorda. Har bitta qo'lidan ish keladigan odam o'zining xavfsizligi, o'zining qulayligini millatning manfaatidan balandroq turibdi-da. Shuning uchun. Endi sal mas'uliyatni, javobgarlikni bo'yinga olishga birlashib qilinsa bo'ladigan ishlarda bu haligi kimdir haligi qilib tashabbus ko'rsatib qilinishi kerak bo'lgan narsa. Hammamiz qilishimiz kerak. Hammamiz o'zimizning o'rnimizda. Men o'zimning auditoriyamda, siz o'zingizning qo'lingizga yetadigan joylarda, bolamiz o'zini o'qiydigan joyi, ishlaydigan joyida hammamiz qilishimiz kerak. Biz doim kimdir nimadir qilib bersa, biz davom ettirishga o'rganib kutib yotibmiz hozirda. Mana shu psixologiyadan qutulishimiz kerak. Shundagina biz millatga aylanamiz. Endi hech joyda bo'lmasa, men o'zim saytimda joriy qilganman bu narsani ishlagan saytimizda. Qilaveraman, odamlar ko'zini o'rgataman. Shunday quloqni o'rgatasiz. Shu Si Jinping deb yoziladi masalan. Yozing o'sha. Domla, voy qozoqlarda bekor tilga olganingiz esimga tushib ketdi. Shu bir ko'rsatuvingizni aytdingiz-da, 380 mingta so'zdan iborat qozoqlar lug'ati deb. 293 ming. 300 mingga yaqin dedingiz, mana shuni. Biznikini sal kamroq dedingiz. Biz bunaqa 85 ming deb o'zlari aytishyapti. Hali uni 85 mingga ham ishonmayman. Va juda ko'p so'zlarni qozoqchalashtirilgan. Qozog'istonga borib qarasangiz, oddiy qozoq tilini rivojlantirish uchun ko'p ishlar qilingan-da. Hamma internatsional so'zlarning ham qozoqchasi bor-da ularda. Bizda ham shu masalada masalan musor degan so'zni bir o'rtog'im aytdi, qo'qim degan so'z bor, shuni tushadi olib kelib o'zimizda Samarqandda aytadi masalan. Ruschasini ishlatamiz musor. Hamma musor deydi. Axlat to'g'ri kelmaydi masalan. Yoki chiqindi endi uzunroq. Qo'qim deb mayli, qo'qim, chiqindi sinonim qilib ishlasin, go'yo mayli o'sha arabcha axlatni ham ishlataversin, lekin musor demasda. Bizning 90 yashar kampirimizdan tortib 6 yashar bolamizgacha musor deydi. Hech kim uning yana bitta qarshi savol bor domla. Shunaqa mayli musor bo'la qolsin. Tilimizga o'rnashdimi, nimaga qabul qilmaslik kerak domla? Shunaqa narsa rus tilidan bo'lsa hamda masalan, masalan bekat degan chiroyli so'zimiz bo'lsa, hamma aytgansa ostanovka deydi. Ostanovka. Endi qabul qilishimiz kerak edi. Tilga o'rnashga, sizning tilingizga o'rnashdi ostanovka. Demak, shuni qabul qilishimiz kerakmi? Shu qabul qilinishi kerakmi yo voz kechish kerakmi? Odamlar quloqidan chiqara olmaysiz-ku uni. Chiqarish kerak uni. Quloqni tozalash kerak. Quloq buzilgan. Chiqarish kerak. Biz og'zimiz o'rgandi, quloqimiz o'rgandi deb qabul qildikmi, biz o'zbeklikdan chekinaveramiz. Har bitta yangi begona so'z shu millimetr bilan o'zbeklikni siqib chiqaraveradi. Ostanovka degan odamlar qarang, men shogirdlarga har safar bekatda deb aytaman, ular ostanovkami deydi.
Chunki u buni qabul qilgisi kelmaydi. Qabul qilgisi kelmay aytadi uni. Go'yo unga ostanovka deyish kerak. Bo'lmasa ostanovka to'r bo'g'ilib. Ha, u begona. Mana ana choyxonaga yozib qo'yibdi. Choyxona продается deb. Oy, o'rusga choyxonani tekin bersang ham olmaydi, nima qiladimi u? Bu открылись endi hamma joyda bor. Bu qanaqadir o'rganish bo'lib qolganda, мы открылись deb. Uzoq qishloqqa bo'lsangiz ham мы открылись deb yozib qo'yadi-da. Yo, farosatning yo'qligi, g'ururning yo'qligi. Bu kichkina narsa emas-da, bu shunchaki Shunaqa yozilish kerak deb o'ylaydi-da odamlar. Demak, ha, nimaga yozilish kerak deb o'ylash kerak-da. Nimaga shuni yozish kerak? Men doim mana shunday koshonalar quradi, necha milliard so'mlarga-da. Versal deb, Florensiya deb, Bali deb. Juda bo'lmasa La Piola deb, Z go'sht deb qo'yadi. Oy, baraka topur. Onangning otini qo'y, otangning otini qo'y, ot topolmasang o'zbekcha qilib. o'zi ko'p shunaqa ham-ku. Mayli, o'shanday bo'lsin. Chunki bu odamning ko'zini, quloqini, ruhini o'sha begona tilga moslashtirib boraveradi. Mana hozir siz endi har holda boshqachasini ko'rgansiz. Hamma joyga optim deb yozib qo'ydi. Va uni o'zbeklar optim degani o'zbekcha so'z ekan deb o'ylab qoldi. O'ptim deb yozib qo'yadi. Ha, bir xillar optim deb yozib qo'yadi. O'ptim deb yozib qo'yadi. Buni o'zbekcha so'z ekan deb. Buni yoshlar buni ko'tara degan o'zbekchasini, ulgurji degan o'zbekchasini eshitmagan ham. Chunki bugun odamlar tilni kitobdan o'qimay, kitobdan o'rganmay qo'ydi. Oldin ilgari biz kitobdan o'qirdik. Ha, uncha chiroyli so'zlarni badiiy asarlardan o'zlashtirardik. Hozir endi ko'chaning tili. Odamlar optim desa, demak bu o'sha shunaqa ekan deb qabul qiladigan avlod shakllandi. Karantindan keyin saboy degan so'z ham haligi bo'ldi-da endi. Saboy deb o'zbekcha o'lar bilan yozib qo'yadi-da. Shunday. O'zbekcha dastavka saboy. Urib bo'ldi, shunaqa yoziladigan bo'ldi. To'ppa-to'g'ri. Mana shuni o'ylamaydi-ku, shuni yetkazish desak nima bo'lmay qoladimi? Yetkazish variant-ku. Eltib berish xizmati. Endi odamlarni majburlab bo'lmaydi-da bu narsaga. Hamma o'ziga o'zi xo'jayin. Odamni majburlab bo'lmaydi, lekin odamda saviya ko'tarilishi kerak. Odamda saviyaning ko'tarilishi, "Ay, men nimaga ko'p aytgansiz bu. Nega birovning tilida gapirishim kerak" deb o'ylash darajasiga ko'tarilishi kerak-da. O'ylab boya aytyapsiz-ku, o'ylab o'tirmaydi, shunday bo'lish kerak deb o'ylaydi. Продается bo'lish kerak. Choyxona bo'lsa ham. Ishqilib masjidni продается demaydi ham yaxshi ko'rgan. Masjid sotilmaydi endi. Ha. Bu nima uchun deb o'ylashga odatlanish kerak-da. Millatni ana shu darajaga yuksaltirishimiz kerak. Mana shu gaplarni aytaversangiz, siz gapirsangiz, men gapirsam, bir 4 ta odamga yuqsa ham, bolalarimizga o'tkazsak ham, birinchi bu domla hamma narsani shuncha suhbatlashdik, ozgina men haligi qilsam, birinchi bu baribir alifbo to'g'rilanishi kerak-da. Tilda yoziladigan nimasi alifbo. Bizni hamma mana shu islohotlarimiz to'xtatib turgan til borasidagi alifbomiz. Shunday. Va bunga jiddiy qarash kerak deb o'ylayman. Alifboni qandaydir ko'p gapirildi, yana jim bo'lib ketdi. Hamisha shunday. Ko'p gapirildi, jim bo'lib ketdi. Juda ko'p haligilar qildik. Bu 4 ta eng oxirgi haligi yo'lni ham mana shu siz aytgan nimada o'rtoq turk alifbosi qilindi. 4 ta harfda she'rdan olaylik, turkiy xalqmiz baribir. Yo, u yerdan olmang. O'zi shunday shu alifbo hammasi to'ppa-to'g'ri. Shuni qabul qilinsa, shuni endi hozir o'shadagi harflardagi o'zi biz alifbo bilan birga bir shu 4 ta harfgina farq qiladi xolos. Shuni olaylik degan ma'noda aytyapman. Birga bir qolgan 28 ta harfimiz shu xuddi shu harflar o'zi-ku. Shunda tushadi, tamom. Turkiy xalqmiz. Juda ko'p keyin nomlar bir qarashlar bor-da, bu narsani bir ko'targanda har xil ovozlarni eshitasiz, qarshi bo'lganlarda asosiy bir dalillardan bittasi, keltirayotgan vajlardan bittasi shuncha xarajat bo'ladi bu. Aslida xarajat bo'lmaydi domlar. Shuncha kitobni boshqatdan chop qilib chiqishga ham majbur emasmiz. Chunki arab alifbosida vaqtida chiqqan kitoblarni o'qiyapmiz arxivlarimizda. kerak bo'lganda.
o'qil 28 haligi 4 tarafdan boshqa buyog'i 80-90% bir xil bo'lsa, shu paytga chop etilgan kitoblar. Domla bular hammasi quruq gapda. Quruq. Shu bugundan boshlab bu alifboga o'tdik deyiladi. Tamom. Pasportni ham almashtirmaymiz, pasportni ham hamma pasportning muddati bor. Vaqti kelganda Vaqti to'g'ri kelganda bo'laveradi. ertasi kundan boshlab yangi pasport pechatlaymiz. Qachon bu eskisi muddat tugasa o'tib ketiladi. Baribir usiz ham o'tardi. Usiz ham o'tadi, tam. Domla. Bu bahona, xolos. Bahona, mana shunaqa bahona, kichkina bahonalar, qo'rqituvchi bahonalarda bular odam ko'ziga pul ko'rinadi-da bunaqa paytda. Buncha xarajat bo'ladi. Hech qanaqa xarajat bo'lmaydi aslida, mutlaqo. Shuni jiddiy o'ylab ko'rish kerak va buni qaror qabul qiluvchilarga bir yetkazadigan, chiroyli qilib Endi yetkazadigan hukumat darajasida hal qilish kerak. qilish kerak-da. Shuncha ish qilinyapti va to'g'ri tushunib yetish kerak. Mana shu alifbo qilinmasdan turib, hal qilinmasdan turib, bu yerdagi nuqsonli harflar hal qilinmasdan turib, hech narsa qilib bo'lmaydi-da. Qolaversa mana sun'iy ong chiqib keldi. Bu yoqqa informatsion asr, kompyuter asri juda xalaqit beryapti texnik tomondan ham bu tomondan. Domla, kelganingiz uchun rahmat. Menimcha juda manfaatli suhbat bo'ldi til bayramimiz arafasida. Bayramni kayfiyatini buzmaydimi? Yo, endi bayram hammamiz tilimizni yaxshi ko'ramiz, lekin achchiq bir haligi shu tilimizda yanada ravnaq toptirishi yo'lida aytilgan gaplar bo'ldi-da menimcha bu yerda. To'g'rimi, domla? Buni ochiqcha tan olishimiz kerak. Shu sanalgan bu yerdagi muammolar hal bo'lsa tilimizga foyda-ku, domla. Shunday. Millatga foyda. Millatga foyda. Tilim, endi til millat vatanga foyda bo'ladi. Sizga kelganingiz uchun rahmat, taklifimizni rad etmay. Muxlislarimizga ko'rsatuvingizni mana shu yergacha ko'rgani uchun rahmat aytib qolaman. Iloji bo'lsa bizga like bosing, kommentlarda o'z fikringizni bildiring sharh qismimizda va albatta keyingi ko'rsatuvlarimizda yana qanday mehmonlarni taklif etish borasida o'z takliflaringizni yozib qoldiring. Biz bajarishga harakat qilamiz. Omon bo'ling. Domla, rahmat yana bir bor.